Assalomu alaykum motoblok ishqibozlari. Bugungi obzorimiz 7 ot kuchli motoblokka yasalgan arava haqida bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ixcham va motoblokni o'ziga mos qilib ishlangan. Dizaynlari ham juda chiroyli chiqqan. Aravamiz to'lig'i eni 80 bo'ladi. Uzunasiga 120, 350, 400 kilogacha bo'lgan yuklarni bemalol olib harakatlana oladi. Aravamiz qalin ikkilik temir listlardan bo'lgan, polni taglarini qalin profillardan qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin. Va mashina balon moslangan. Oyoq tagiga setka qo'yilgan va tormoz bilan jihozlangan. Dishlalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Dishlari qalin prutlardan yasalgan, bemalol uzilib ketmaydi. Chuqurga tushganda ham qiynalmasdan motoblokka ishlay oladi. Yana buni ahamiyatli jihati shundan iboratki, buni orqasi ochiladigan qilib yasalgan. Orqasini ochib turib, bemalol yuklarni tushirishlaringiz mumkin. Qulayliklar. Ko'rishlaringiz mumkin. Motoblokni o'ziga va jasadiga juda mos. Kimga xuddi shu turdagi aravalar yoki bundan kattaroq razmerdagi aravalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib, bemalol bog'lanib zakaz qilishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha birinchi qo'ldan hammabop ustalardan deb YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsalaring, albatta skidkasi bilan qilib beriladi.